Sergeli Choshtepa 2-metro bekatiga 300 metr yo'l taxminan Novostroyga kadastri chiqqan, kvadratiga 644 dollardan, ya'ni 69 kvadrat. Remontlari aboygacha tayyorlab qo'yilgan to'pli pol. 69 kvadratli kvartirani arzon narxda kanalda 44500 dollarga ko'rsatamiz. Xo'p, bu yoq o'zlari uchun remont qilib qo'ygan ekanlar, mana figura chiqarilgan. Gazi endi keladi, sovuq suv sveti kelgan, kadastri kuzda chiqqanlik. Podizdan kirganingizda prixoshka figuralar chiqarib qo'yilgan. To'g'rida sanuzeli uncha yaxshi ko'rinmayapti. Dushovay kabinka qilib qo'yilgan. Mana endi ko'rinadi, dushovay qilib qo'yilgan. Yaxshi kaftlar tashlatgan ekanlar. Svetini puli uchib qolibdi, kunduz kuni olayotgandik. Bu yoq mana xonalari yaxshi akvarimdan qo'yib qo'yilgan. To'g'risida mana deraza ochsangiz masjidni gumbazi ko'rinib turadi. Bu yerda mana ikkinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Shunday aboy qo'rasizlar yoki emulsiya qilib borasizlar, ustidan tayyor turibdi. Laminat qo'rasizlar, ko'chib kirib berasizlar. 4 kun yoki 1 haftada ko'chib kirsa bo'ladi, bemalol uy tayyor. Lokatsiyalarni ko'rsatamiz. Men metro liniyasi mana yonida. Mana metro ham o'tib ketyapti, yana ko'rishingiz mumkin. Yonida maktab bor, xudo xolisa yaqinda bog'cha qurilyapti ekan. Hozir tashqaridan ham ko'rsatamiz. Buni arzon variantlar o'tkazib bo'lmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. To'pli pol qilib qo'yilgan. Domni ko'rishingiz mumkin, 3 etajli domimizning 2-etajda. G'ishli dom bo'ladi bu. Bu yog'imiz mana Choshtepa, yangi qurilgan BM Group, bu yangi tushgan yo'l metroning tagidan. Mana metro tepamiz. Bu yoq mana 300 metr taxminan metroning 2-bekati. Bu yerda mana China House quryapti, domlarini. Men eshitishimcha kvadratiga korobka holati 1000 dollardan so'rayapti ekan. Dom yonida to'g'risida 76-maktab bor. Bog'cha yaqinda qurilyapti ekan, xudo xolasa. Shu atrofga Choshtepa uchun umuman Choshtepa kvartali uchun bog'cha qurilyapti ekan, davlat naqasmi endi boshlanar ekan. Lokatsiyani ko'rishingiz mumkin. O'zgarish 2-metro bekatiga bir taxminan 300 metr masofada. Yonida Niyozmat ota masjidi bor. 76-maktab yonida. To'g'risida mana 11-poliklinika bor. Bog'cha endi qurilyapti ekan, xudo xolasa. Choshtepa kvartali uchun umumiy bitta bo'lyapti ekan, mana Choshtepa. Bu yerda qurilgan BM yangi qo'shnilar loyihasi, BM Group.